Assalomu alaykum, hurmatli guruh a'zolari, ustozlar. Bugungi 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan barchangizni tabriklayman. Bugun bitta foydali rolik bo'lib qolsin dedim. Hop, mana bu ko'rib turgan uzum bu avatar uzumi hisoblanadi. Bargiga e'tibor bering mana. Bargiga. Bargi mana bunday bo'ladi mana. Mana. Bargi qizarib, qorayib ketadi mana. Mana yana ko'rsataman yana, xuddi shunaqa. Mana. Mana. Barglari. Mana. E'tibor bering bargiga. Avatarda bargi mana shunaqa bo'ladi. Agar bargi shunaqa bo'lmasa, shu oktyabr oylarida agar bargi shunaqa bo'lmasa, demak u avatar emas. Misol uchun mana bu bargi ko'k turibdi. Bu Everest bu. Bu mana avatar. Avatarda rangi qora bo'ladi. Endi buni ko'pchilik biladi, lekin bilmaydiganlar uchun rolik bo'lib qolsin. Mana bu ham mana avatar. E'tibor bering. Avatar. Mana yana ko'ramiz yana. Mana yana. Mana bular ham mana avatar uzumman. Mana bu ham avatar. E'tibor bering, avatar uzumida shu barglari mana shunday rangda bo'ladi. Salomat bo'ling.